Assalomu alaykum aziz kitobxonlar, sevimli o'quvchilar. Men bugun sizlarga Chingiz Aytmatovning birinchi muallim qissasi haqida gapirib bermoqchiman. Buyuk adib va jamoat arbobi Chingiz Aytmatov nafaqat qirg'iz eli, ayni paytda butun turkiy mamlakatlar, jumladan o'zbek xalqi uchun ham aziz va qadrli siymo, O'zbekistonning ulkan do'sti edi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi prezidenti. Men Chingiz Aytmatovning asarlari bilan o'quvchilik yillarimda maktab darslariga kiritilgan birinchi muallim qissasidan keltirilgan partiyani o'qib tanishganman. Yillar o'tib asarning to'liq matnini mutolaa qilganimda ham o'sha bolalikdagi ilk taassurotlarim o'zgarmay qoldi. Asarni o'qir ekanman, ilk bor qo'limizga ruchka ushlashni va yozishni o'rgatgan birinchi ustozim Sotqinjon Yusupova hayolimdan o'tadi. Chingiz Aytmatov ushbu asar orqali birinchi ustozga barcha shogirdlar nomidan haykal qo'yib ketgandek go'yo. Ma'lumki, har bir yozuvchining o'z dastxati, ovozi bo'lganidek, Chingiz Aytmatov ijodining o'ziga xos, boshqalardan ajralib turuvchi xislat va fazilatlari bor. Adib asarlarini ikki tilda, qirg'iz va rus tilida yozadi. Uning ijodi nafaqat qirg'iz xalqi, balki jahon xalqlari orasida ham sevib mutolaa qilindi. Ayni paytda ham qiziqib o'qilmoqda. Aytmatov asarlarining xalq orasida shuhrat qozonishi va keng ommalashishiga asosiy sababi yozuvchining xalq hayoti, xalq ruhini haqqoniy aks ettirganidir. Bu asar ilk bor 1962-yilda chop etilgan. Adibning birinchi muallim qissasi qahramonlari ham oddiy, mehnatkash, vatanparvar insonlar sanaladi. Unda bir qancha qiyinchiliklarga duch kelgan, uni mardonavor yenggan, matonatli muallim Dushin orqali fidokor insonlar hayoti ochib berildi. Qissa tabiat tasviri bilan boshlanadi. Yosh rassomning bolaligi, o'tgan zamin, yonma-yon qilib qurilgan ikki terak, Dushin maktabi deb nom olgan tepalik haqidagi xotiralar asar voqealariga bog'lanadi. Qissada obrazlar qiyofasi, xarakter xususiyati asar syujeti davomida ochib beriladi. Baland bo'yli, sersavlat, burgut qovoqli, sersoqol, beozor xat tashuvchi qachonlardir navqiron, shijoatli bo'lganini, yetarlicha xat savodi bo'lmay turib, bolalarni o'qitgan muallim Dushin obrazini asarni o'qiyverganingiz sari kashf qilaverasiz. Asar voqealari Dushinning sobiq o'quvchisi akademik Oltinay Sulaymonova tilidan hikoya qilinadi. Dushin maktab ochishga hech kim yordam bermaydi. Uyma-uy yurib o'quvchi yig'adi, ularni har kuni maktabga o'zi olib kelib, dars tugagach eltib qo'yadi. Hamma uning ustidan kuladi. Shunda ham mashaqqatli ishidan voz kechmay o'quvchilarga mehr qo'yadi, bilganlarini o'rgatadi. U tug'ilib o'sgan yurtining, xalqining farzandlarini savodli qilmoqchi edi xolos. Chunki ilm, ma'rifat bilan vatanining kelajagi buyuk bo'lishiga ishonardi u. 14 yoshli qiz Oltinoy o'zining bilimga chanqoqligi, intiluvchanligi bilan boshqa o'quvchilardan ajralib turadi. Undagi iqtidorni sezgan muallim Moskvaga o'qishga yuboradi. Ilmga bo'lgan ishtiyoqi, tirishqoqligi, mehnatsevarligi tufayli akademik darajasiga yetadi. Ushbu asarni kelajakda muallim bo'lmoqchi bo'lgan har bir inson o'qishi shart deb bilaman.